Да. Так, значит, у нас на повестке дня защиты диссертационной работы Меңглекулов Айрулла Аликулович. Методика формирования физической подготовленности школьников 9-10 лет в образовательном процессе, на примере занятий по плану. Значит, по специальности 13.2.04 теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. И 13.00.01 теория педагогики, история педагогических учений. Научный руководитель Мухаммадиев Камиль Бурханович здесь. И такой Хаджаев. Официальные оппоненты. Кудайкулов, здесь, да? И Фазлидин Мухудинович Яковлевич. Оппоненты здесь. Ведущая организация Гулистанский государственный педагогический институт. Так, слово предоставляется ученому секретарю для того, чтобы характеризовать нам совещание. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari. Mengluqulov Xayralloh Qulovichning mehnat faoliyati 1974 yil 20-yanvarda Mengluqulov Xayralloh Qulovich Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, ma'lumoti oliy, 3 nafar farzandning otasi. 1990-92 yillarda Jarqo'rg'on tumanidagi quruvchi ishlab chiqarish jamoasi korxonasi ikkinchi toifada elektr payvandchisi lavozimida faoliyat yuritgan. 1992-93 yillarda harbiy xizmatda o'tagan. 1994 va 1998 yilda Termiz davlat universiteti talabasi. 1998-1999 yillarda Jarqo'rg'on tumanidagi 31-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritgan. 1999-2012 yillarda Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimi, viloyat jinoyat qidiruv boshqarmasi qotillik bo'limi boshlig'i lavozimida mayor unvonidan nafaqaga chiqqan. 2000 yil avgustida Surxondaryo viloyati Sarosiyob uzun tumanlarida suqilib kirgan terrorchilik harakatlariga qarshi kurashda faol ishtirok etgan. 2012-2019 yillarda Termiz san'at kolleji yoshlarni chaqiriqgacha tayyorlash rahbari sifatida faoliyat yuritgan. 2019-2021 yillarda Termiz davlat universiteti jismoniy tarbiya sport nazariyasi o'qituvchisi. 2021-2022 yillarda Termiz davlat universiteti sport boshqaruvi kafedrasi o'qituvchisi. 2022 yil noyabrda Termiz davlat universiteti sport boshqaruvi kafedrasi katta o'qituvchisi. Hozirgi vaqtda esa Termiz davlat universiteti sport boshqaruvi kafedrasi dotsenti vazifasini bajaruvchi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Shuningdek, Xayrullo Mengluqulov 2021 yil O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yildagi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Shuningdek, talablar tomonidan tashkilot ilmiy seminar tomonidan ijobiy xulosa va bayonnomalar va taqrizlar rasmiylashtirilgan. Shuningdek, barcha hujjatlar O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi oliy asos komissiyasi nizom va talablariga muvofiq rasmiylashtirilgan holatda ilmiy kengashga taqdim etilgan. Ilmiy kengash raisi ma'lumot shulardan iborat. Yaxshi, rahmat. Ilmiy xodimga savol bormi? Yo'q, rahmat. Bunda yo'qmi? Xo'p, rahmat. Bo'lmasam, hurmatli talabgor, sizga 20 minutgacha bor. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Men Termiz davlat universiteti Iqtisodiyot tadqiqotchisi Mengluqulov Xayrullo Qulovich bugun ta'lim jarayonida 9 yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish metodikasi tuzish o'quv mashg'ulotlari hisobida mavzusida ish yuritganmiz. Ilmiy rahbarim Muhammadiyev Komil Burxanovich, pedagogika fanlari doktori, dotsent. 2018 yil 22 yanvarda PP 5308 sonli prezident farmoni suv sporti turlari bo'yicha sport zaxirasi hamda yuksak mahoratli sportchilar tayyorlash, sog'lom avlodni kelajakka tayyorlab berish, shu bilan birga sog'lom vatan himoyachilarini tayyorlash maqsadida
Prezident tomonidan 5308 sonli farmon qabul qilinadi. Bu nimadan dalolat? Hurmatli ustozlar, sizlarga ma'lumki, suzish sport turi inson organizmiga o'ta foyda tomoni bilan ajralib turadi boshqa sport turlaridan. Bunda bolaning yoki bo'lmasa suzish bilan shug'ullanadigan qon aylanish sistemasi, moddalar almashinuvi. Bundan tashqari, xotirjam uyquni ta'minlaydigan sport turi bo'lib hisoblanadi. Ko'pgina kasalliklarni davolash maqsadida shifokorlar suzish sport turiga yo'naltiradilar. Tadqiqotning maqsadi 9-10 yoshli o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini suzish sporti orqali shakllantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning vazifalari: birinchisi, 9-10 yoshli o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini mazmun mohiyatini ta'minlaydigan pedagogik omillarni aniqlash. Ikkinchisi, umumiy qo'shimcha ta'lim muassasalarida 9-10 yoshli o'quvchilarga suzishni o'rgatish bo'yicha o'quv jarayonining tarbiyaviy imkoniyatlarini tavsiflash. Uchinchisi, suzishga o'rgatish jarayonida bolalarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirishga yordam beruvchi omillar va ularni tahlil qilish. To'rtinchisi, suzish sporti bilan shug'ullanuvchi 9-10 yoshli qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi hamda funksional ko'rsatkichlarini tahlil qilish. Tadqiqotning obyekti sifatida 9-10 yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish jarayonida jarayon belgilanib, tajriba sinov ishlari 3 ta viloyatda, Surxondaryo, Navoiy, Buxoro viloyatlarida joylashgan 5 ta milliy ta'lim maktablarining 9-10 yoshdagi jami 565 nafar o'quvchilari ishtirok etdi. Tadqiqotning predmeti 9-10 yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish mazmuni, shakl, metr va vositalari tashkil etildi. Dissertatsiya tadqiqotining ilmiy yangiligi. Birinchisi, 9-10 yoshli suzish bilan shug'ullanadigan qizlarda jismoniy sifatlar va maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini rivojlantirish dinamikasi, motor reaksiyasining latent davrida qo'l oyoq harakat chastotasining o'zgarishlari suzish jarayoniga qadam va tempning yuqori qiymatlarini namoyon qilish qobiliyatini takomillashtirgan. Ikkinchisi, 9-10 yoshli suzish sporti bilan shug'ullanadigan qizlarda tezlik qobiliyatining maksimal namoyon bo'lishini ta'minlaydigan optimal vositalar va metodik usullarni tanlash va qo'llash, ularda asosiy dinamik va kinematik xususiyatlarning samaradorligi takomillashtirilgan. Uchinchisi, o'quvchilarda jismoniy tayyorgarlikni shakllantirish jarayonining fiziologik va pedagogik xususiyatlari namoyon bo'lish darajalariga ustuvorlik berish orqali faoliyatning intellektual, bilish, tushunish, anglash, psixologik, ruhiy salomatlik, ekspressiv sifatlarni o'stirish, faoliyatiga doir o'zini o'zi bilish, o'zini o'zi boshqarish va nazorat qilish hamda ma'naviy axloqiy jismoniy tayyorgarlikning o'zlashtirishga nisbatan qadriyatli munosabatlar, dunyoqarash kabi tarkibiy komponentlar aniqlashtirilgan. To'rtinchi yangilik. 9-10 yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarlikni shakllantirishning metodik tizimi qo'shimcha va dinamik ta'lim tamoyillariga ustuvorlik berish, ya'ni jismoniy tayyorgarlikning samaradorligini belgilaydigan shaxs xususiyatlar, ya'ni o'sib kelayotgan bolalarda maqsadlilik, ishchanlik, halollik, mustaqillik, faollik, shaxsning yo'nalganligi, jismoniy tayyorlanish qonuniyatlari, tanani rejalashtirilgan tarzda chiniqtirish, jismoniy tayyorlanishning elementlarini kamol toptirish bilan sport ta'limining diagnostik, yo'naltiruvchi, prognostik, konstruktiv, loyihalash, tashkiliy tezkor,
nazorat, boshqaruv kabi yo'nalishlarning o'zaro aloqadorligini ta'minlash hamda suzishni o'rgatish usullari, ya'ni og'zaki, ko'rgazmali, amaliy va metodlari parallel, ketma-ket produktivligini oshirish orqali takomillashtirilgan. Dissertatsiyaning 9-10 yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish nazariy asoslari deb nomlangan. Birinchi bobida tarbiya nazariyasi va amaliyotida 9-10 yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirishning pedagogik asoslari, ta'lim muassasalarida 9-10 yoshdagi o'quvchilarning suzishga o'rgatishdagi o'quv jarayonining ta'limiy xususiyatlari va imkoniyatlarini qo'shimcha ta'lim muassasalarida 9-10 yoshdagi o'quvchilar suzishga o'rgatishda o'quv jarayonining tarbiyaviy salohiyati yoritilgan. Dissertatsiyaning pedagogik tajriba sinovini tashkil qilish va uni o'tkazish usullari deb nomlangan ikkinchi bobida esa tadqiqotning muammoga doir adabiyotlarni qiyosiy, tanqidiy o'rgatish va tahlil qilish, dinamometriya, kuchlanish, elektromografiya, xronometraj, spirografiya, kuzatish metodlari, ya'ni suhbat, anketa, so'rovnoma, intervyu, test kabilardan tajriba sinov ishlari olib borildi. Dissertatsiyaning suzish bilan shug'ullanuvchi 9-10 yoshli qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan dastur samaradorligining eksperimental asoslari deb nomlangan 4-bobida esa usullarni o'rgatish, suzish usullarini o'rgatish metodikasining takomillashtirishda maxsus mashqlardan foydalanish pedagogik asoslash 9-10 yoshli o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar, shu bilan birga 9-10 yoshli qizlarning suzish texnikasini o'rgatish va takomillashtirish metodikasi haqida ilmiy fikrlar yoritilgan. Mana shu slaydda ahamiyat bersangiz 9-10 yoshli qizlarning bu yerdagisida 9 yoshli qizlarning umum jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari bilan maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari yoritilgan. Mana bu yerda tajriba boshidagi birinchi olingan rezultatlar bo'lsa, bu tajriba yakunidagi, ya'ni 5 ta umum jismoniy tayyorgarlik mashqlari, 5 ta maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlari orqali bolalarda tajriba sinovi o'tkazilgan. Bularda test 30 metr masofaga yugurish, umum jismoniy tayyorgarlik mashqlarida joydan turib uzunlikka sakrash, joydan turib o'ng qo'lda basketbol to'pini uloqtirish, joydan turib chap qo'lda basketbol to'pini uloqtirish, 30-10 metr masofaga maksimal yugurish. Bu umum jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari edi. Maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari esa qo'llarni to'g'ri tutgan holda maksimal tezlikda oldinga aylantirish, qo'llarni to'g'ri tutgan holda maksimal tezlikda orqaga aylantirish, rezina amortizator bilan qo'llarni to'g'ri tutgan holda maksimal tezlikda orqaga aylantirish, shu bilan birga gimnastik o'rindiqda o'tirgan holda qo'llarga tayanib, tizzalarini bukmasdan oyoqlarni harakatlantirish mashqlari bilan shu ko'rsatkichlar erishilgan. Bu 9 yoshdagilar. Xuddi shunday 10 yoshli qizlar, 9 yoshda ham, 10 yoshda ham 30 nafar qizlar tanlab olingan bo'lib, ularning 15 nafari tajriba guruhi, 15 nafari nazorat guruhi a'zolari bo'lib hisoblangan. Xuddi shu tartibda 10 yoshdagi sportchi qizlarni ham maxsus hamda umum jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarida mana ekranda ko'rib turgan bo'lsalaringiz, tajriba boshi bilan tajriba yakunidagi farqlar nisbati bir-biridan farq qiladi. Keyingi diagrammada mana
o'sha tajriba guruhidagi qizlarimizning bo'yi, ko'krak qafasi aylanasi, tana vazni, o'pka tiriklik sig'imi, benchi sinovi, shtang sinovi, bel kuchi, o'pkaning tiriklik sig'imi qanchalar foizga o'sganligi foizlar hisobida nisbiy farq ko'rsatilgan. Endi tajriba sinfida, ya'ni qolgan boyagi 30 10 yoshli qizlardan tashqari sinflarda bolalar mana 3 ta parametrda yuqori, o'rta va past tajriba sinfi va nazorat sinflarida birinchi tajriba boshidagi ko'rsatkichlari, bu yerda yuqori darajadagilarga 3 ball, o'rta holatdagilarga 2 ball, past ko'rsatkichga ega bo'lganlarga esa 1 balldan ball qo'yilgan. Mana bu tajriba va nazorat sinfidagi statistik tahlil. Mana bu jadvalda tajriba oxirida, ya'ni tajriba yakunidagi ko'rsatkichlar. E'tibor qilgan bo'lsalaringiz, tajriba boshidagi bilan tajriba yakunidagi nisbatan o'zgarishlar bor. Mana bu jadvalda yaqqol ko'ringan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biz o'tkazgan tajriba sinov ishlarida mana qanchalar darajada bolalarda o'sish bo'lganligi, shu sport turiga bo'lgan qiziqish ortganligi yaqqol ko'rinib turibdi. Qo'llaringizdagi avtorifaratda xulosalar bor. O'shaning uchun amaliy tavsiyalarga o'tishga ruxsat bersalaringiz. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy metodik tavsiyalar ishlab chiqildi. Birinchisi, 9-10 yoshdagi o'quvchilardan dasturda belgilab berilgan amaliyotga, nazariyaga, uslubiyotga oid nazoratlarni olishdan oldin ular sifatli ko'rsatkich ko'rsatish uchun nazorat materiallarini o'quv vaqtida teng bo'lib olishdan samarali foydalanish. Ikkinchisi, suzishga o'rgatishda eng qulay va mos usulni tanlashda o'quvchilar haqida bilish maqsadida anketa, so'rovnoma, tibbiy ko'rik, test sinovlaridan olingan ma'lumotlarga suyanib ish ko'rish. Qolaversa, shaxsiy hayotidagi talablarni ham hisobga olib, jismoniy tayyorgarliklarning sifatini rivojlantiruvchi vositalarni ishlab chiqish. Uchinchisi, jismoniy tayyorgarlikda foydalanilgan vositalar, predmetlar, jihozlar sharoitni yaxshilashga va suzish usullarini rivojlantirishga yordam beradi. Bunday natijalarga erishish uchun ochiq mashg'ulotlar, nazorat ishlari, yakuniylar hamda o'zaro bellashuvlar uyushtirilib, ular o'ziga nisbatan ishonchini uyg'otish. To'rtinchisi, mashg'ulotga uzoq muddatli qiziqishni saqlab qolish uchun bolalarni suvga ochiq o'yinlar bo'yicha amaliy mashg'ulotlarga qatnashtirib, amaliy suzish texnikasini o'rganishga, suzishni o'rganishni osonlashtiruvchi har xil qurilmalardan foydalanish. Beshinchisi, 9-10 yoshli o'quvchilarni tomonidan ta'lim dasturining nazariy, uslubiy, amaliy va nazorat bo'limlarini izchil va yaxlit o'zlashtirish maqsadida o'quv va nazorat materialini butun o'qish davrida teng taqsimlash maqsadiga muvofiqdir. 6-dan, suzishning sport usullari texnikasini o'rgatishda o'quv jarayonini optimallashtirish uchun shug'ullanuvchilarning tezlik sifatlarini nazorat qilish bilan bir qatorda texnik, uslubiy, amaliy va nazariy tayyorgarligiga ham e'tibor qaratish, sinovlardan foydalanish, nazorat qilish maqsadiga muvofiqdir. 7-dan, 9-10 yoshli o'quvchilarni jismoniy tayyorgarlikka yo'naltirilgan nazariy mashg'ulotlarni tashkil etishda quyidagilar tavsiya etiladi. 9-10 yoshli o'quvchilarning qiziqish doirasini hisobga olish va ularni nazariy mashg'ulotlar, ma'ruzalar, suhbatlarni rejalashtirishda inobatga olish, ratsional ovqatlanish,
va sog'lom turmush tarzi, kun tartibi, yomon odatlar va ularni oldini olish, suvda o'zini tutish qoidalari, jismoniy tarbiyaviy darslarga xavfsizlik choralari, suzish musobaqalarini o'tkazish qoidalari va boshqalar. Har bir o'quvchining shaxsiy jismoniy madaniyatini shakllantirishga qaratilgan nazariy va uslubiy mashg'ulotlarni o'quv jarayoniga faol kiritish, yosh o'smirlarni jismoniy tayyorgarlikka faol yo'naltirish uchun ishontirishdan foydalanish. Mashg'ulotlar jarayonida muayyan muammolarni hal qilishga ijobiy yondashishni talab qiladigan vazifalardan foydalanish. Darsning turli qismlari uchun mashqlar to'plamini tuzish, turli xil suzish usullari texnikasini tahlil qilish, sport suzish texnikasini takomillashtirish uchun yangi mashqlarni ishlab chiqish, ishtirok etish. Individual ish uslubi sifatida shaxsiy va amaliy yo'naltirilganligi mavzulardagi nazoratlar mashg'ulotda uyda bajarishdan foydalanish. Mening ma'num shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Dissertatsiya asosiy mazmuni bilan tanishdik. Kengash a'zolari kimga havola bor? Shundan to'g'ri. Pожалуйста. Hurmatli tadqiqotchi, mana ilmiy yangiliklarimizda latin davrida qo'l harakat chastotasining o'zgarganligi to'g'risida yozgansiz. Bu qanaqa davr va bu qo'l harakatlarini chastotasi o'zgarishiga bu davrda qanaqadir ta'siri bormi yo o'zgarishi bo'ladimi? Nima uchun bunday bo'ladi? Birinchi savol. Rahmat ustoz bergan savolingiz uchun. Demak, latin davri bu organizm kasallikka chalingandan so'ng, ya'ni o'sha kasallikni yashirin payti bo'lib hisoblanadi. Bu davrda infeksiyalar organizmda ko'payadi va tarqaladi. Lekin hali alomatlari paydo bo'lmaydi. Aynan shu davrda qo'l-oyoq harakat chastotasi turli xil o'zgarishlar namoyon bo'lishi kuzatiladi. Shu nuqtai nazardan biz qadam va tempning qiymatini oshirishni nazarda tutganmiz. Preferatda birinchi rasmda 9-10 yoshli o'quvchilar jismoniy tayyorgarligini shakllantirish jarayonidan tadqiqot modelini keltirgan. Bu nazarimda bu model emas, agar bu model bo'lsa izoh bering. Rahmat ustoz bergan savolingiz uchun. To'g'ri aytasiz. Bu aslida model emas, bu rasmdagi 9-10 yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligining shakllantirish tizimi keltirilgan. Texnik sabab tufayli model bo'lib ketib qolgan. Yana kim bo'lsa? Pожалуйста. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, taklif etilganda Xayrulla Aliqulovich havolim quyidagicha. Ilmiy yangiligimizda 3-sida beryapsiz psixologik, ya'ni ruhiy salomatlik, hissiy, ekspressiv va sifatlarni o'stirish deyapsiz. Bu shu haqida ma'lumot bersangiz. Ben umuman pishmanimda bunaqa dissertatsiyada taklifim. Qanday aynan xususlarda? Bolalarda psixologik nuqtai nazardan keladigan bo'lsak, o'sha 9-10 yoshli o'quvchilarni avvalambor suv havzasida o'zini tuta bilish, ya'ni meditsina tilida aytadigan bo'lsak, gidrofobiya, ya'ni qo'rquvni yo'qotish asosiy ishlardan biri bo'lib hisoblanadi ustoz. Bergan savolingiz uchun. Suzishni bilsa, ana suvdan qo'rqadim yani. Yo'q, bu yerda suzishni biladiganlari bo'lgan ustoz, bilmaydiganlari bo'lganmi? Bu yerda hozir nazorat guruhida bundan tashqari 565 ta o'g'il-bolalar ichida ham suvdan qo'rqadigan, umuman suvga tushmagan bolalar ham bo'lgan ustoz. O'shaning hisobiga. Keyin savol, keyingisi. Siz
3-chi jadval beryapsiz. Suzish sport turi bilan shug'ullanadigan 9-10 yoshli qizlarning funksional ko'rsatkichlari deyapsiz endi, to'g'rimi? Yo'q, suzish sport turi bilan shug'ullanadigan deyapsiz. Boya hozir shug'ullanmaydigan deyapsiz. Yo'q, shug'ullanadigan deyapsiz. Endi savol, mayli, ikkinchi daraja. 9 yosh bilan 10 yoshni bir-biri bilan solishtirish qanchalik to'g'ri? Nisbatan farqi bo'ladi ustoz. Yo'q, farqi bo'lishi real-ku. Siz bu yerda mana qarang. 9 bilan 10 yoshlikni bir-biriga taqqoslayapsizda, 10 yoshlik 9 yoshlikdan yaxshi deb berasiz. Bu siz hisoblasangiz ham, ishlasangiz ham, ishlamasangiz ham bu real narsa bu. Nima jadval berasiz bu yerda? O'sha o'zgarishlar ustoz. Birinchi 9 yoshga nisbatan 10 yoshda o'zgarish yaxshi kattaroq bo'ladimi? Uni ko'rsatkichi 9 yoshga nisbatan funksional ko'rsatkichlar yaxshi bo'ladimi? shunday. Uni nimaga beryapsiz? Ayrim holatlarda 9 yoshlilar 10 yoshliga nisbatan 10 yoshliga nisbatan ozmoz ustunlik darajalari ham bor ustoz. Bu yerda qarang, qaysi birida ustunlik darajasi beryapsiz? Mana bu yerda hozir salkam 9 ta ko'rsatkichda birontasida 9 yoshlilar 10 yoshlidan yaxshi emas. Qanday asoslaysiz? Nimaga asoslanib foiz ko'rsatkichlarini olyapsiz keyin? Vazirlikka taqdim etyapsiz. 3%, 4%, 5%. Foiz o'sha tajriba sinovlarining boshida olingan test sinovlari bilan tajriba yakunidagi test sinovlarining nisbatiga qilinib foiz chiqarilgan ustoz. Endi qarang, keyin yana bitta savol tug'ilyapti. Tajriba guruhingiz bilan nazorat guruhini nimaga asosan aniqlab olgansiz? Nima uchun bu 500 ta yoki 200 tani tajriba guruhi deyapsiz? Nimaga asosan nazorat guruhi deyapsiz? Olasiz. Nazorat guruhi bilan tajriba guruhi alohida bo'linib Nimaga asos, qaysi kriteriy bo'yicha ajratib olamiz? ko'rsatkichlar bo'yicha ustoz. Ko'rsatkichlar nima? Qaysi biridir yaxshi, qaysi biridir yomon bo'lsa yoki bir xillar teng bo'lganda oldingizmi qanday? Shunisini ayting. O'shanday holatlarda ba'zilari umuman suzishni bilmaydiganlar ham bu tajriba sinoviga jalb qilingan ustoz. Bundan tashqari suzishni biladigan, qisman biladiganlar ham jalb qilingan. Qarang, xuddi shu jadvalingizni beryapsiz. 9 yoshga qarang. Jadvalingiz bormi? Avtoreferat polizda. 3-chi jadval. 3-chi jadvalda berilyapti. Suzish sport turi bilan shug'ullanadigan 9-10 yoshli qizlarning funksional ko'rsatkichlarining o'sish dinamikasi. Bu tajribadan oldingi ko'rsatkichni, tajribadan keyingi ko'rsatkichni birinchidagi savol. Tajribadan oldingi va tajribadan keyingilar ko'rsatilgan ustoz. Qaysi biri oldingi, qaysi biri keyingi ko'rsatkich? Mana 9 yoshdagilarning birinchi, ikkinchi grafada turibdi. 10 yoshdagilar keyingi grafada. Endi bu tomoniga qarang-da, bittasini tajriba guruhida olasiz, bittasini nazorat guruhida olasiz. Bu yerda 4 ta. Tajribadan keyingi natijami, tajribadan oldingimi? Tajribadan keyingi bu. Tajribadan oldingi natijasi qanday bo'ladi? Tajribadan oldingi natijasi Buni bermayapsiz birinchidan. Ikkinchidan, tajriba guruhingizning natijasi 9 yoshda ham, 10 yoshda ham agar oldingi bo'lsa, umuman maqsadga muvofiq emas. Chunki nazorat guruhiga nisbatan yoki teng bo'lish kerak, yoki undan past bo'lish kerak. Ana shunda siz tajriba guruhiga olishsiz. nazorat guruhiga nisbatan nimaning boshida tajriba boshida teng bo'lganlari ham bor, ustunlik bo'lganlari ham Ana bor. u bermagansiz. O'sha odatlar komissiyasining talablariga binoan sig'may qolganligi munosabat bilan. Kechirasiz, sig'may qolgan emas. Lekin ilmiy ishda bor. Siz bu keling. Вопрос. Tajriba guruhi bilan nazorat guruhining ko'rsatkichlari bir-biriga muvofiq emas. Shuni Yo, siz bu savol bering, a потом обсуждение будете говорить. savol shundan iboratki, qaysi kriteriy bo'yicha ajratib oldingiz? Tajriba nazorat guruhi. Savol tushunarlimi? Javobingiz bormi? Past, yuqori, o'rta kriteriyalar bo'yicha. Yana kimda savol bor? O'rnida bormi savol? Только savol bor. Savol bor ekan. Bunda. Bunda. Пожалуйста. Hurmatli
Kengash raisi va bugungi yig'ilish ishtirokchilari, menda ikkita savol bor edi, ruxsat bersangiz. Bemalol. Hurmatli talabgor, sizni ishingiz ikkita ixtisoslik bo'yicha ketyapti-da. 13.004, 13.001 bo'yicha. Shunday ustoz. Bu ilmiy ishingizni qaysi joylari ikkita fanni bir-biriga tutashtiryapti? Shuni tushuntirib bering. Rahmat ustoz bergan savolingiz uchun. Aslida nazorat guruhi ham jismoniy va funksional rivojlanishi ko'rsatkichlari o'rtacha arifmetik qiymatlariga nisbiy farqi bor. Lekin avtoreferatning hajmi Oliy attestatsiya komissiyasining talablaridan kelib chiqib, nazorat guruhining natijalari avtoreferatga kiritmaganmiz. Lekin bu natijalar dissertatsiyamizda mavjud ustoz. Şifrlarını. Nol bilan 04 ga bog'liqlik joyi 01da asosan o'sha chekka qishloqlarda yashaydigan yoki bo'lmasa suzish sportiga qiziqishi bo'lmagan bolalarni jalb qilish. 04 faoliyat 04da esa yuqorida aytib o'tilgan 30tadan nazorat va tajriba guruhlarini umumiy tayyorgarlik hamda shu bilan birga maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlari orqali ularning o'sish dinamikasini yoritib berilgan. Yaxshi. Tushunarlimi? Еще есть? Tushunarli. Yana bitta savolim bor edi. Hozir. Nima uchun siz faqat 9-10 yoshli qizlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgansiz va umumiy kontingent qanchani tashkil qilgan? Fakat 9-10 yoshli qizlar 13.004 bo'yicha ustoz shu sohada shu yo'nalishda 30ta 9 yoshli 30ta qiz bolani 10 yoshli qizlarni olganmiz. Hammasi umumiy kontingent 565 ta bo'lgan, uning ichida o'g'il bolalari ham bor. Bizning tadqiqotimiz boshqa tadqiqotlardan qiladigan farqi tajriba va 9-10 yoshli qizlarda olib borganligi bilan farqlanadi ustoz. Удовлетворены? Рахмат. Да, пожалуйста, в зуме еще у вас вопрос. Да, слово. Мухаммад Хакимовна, пожалуйста. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli kengash raisi, hurmatli ustozlar. Ruxsat bersangiz, men tadqiqotchiga savollar bersam. Xayrli Aliqulish tomonidan tanlangan mavzu albatta dolzarb bugungi kun uchun. Mening savolim quyidagilardan iborat. Birinchi savolim, siz tadqiqot ishingiz davomida o'quvchilarda jismoniy tayyorgarlikni shakllantirishda qanday komponentlardan foydalandingiz? Ikkinchi savolimni beraversam bo'ladimi? Ikkinchisi, dissertatsiya ishingizda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan kimlarning sizning muammongizga doir ishlarini o'rgandingiz va tahlil qildingiz va ularning ishlaridan sizni ishingizni farqli jihatlari nimada deb o'ylaysiz? Shularni bo'yicha fikr bildirsangiz. Rahmat. Ustoz bergan savolingiz uchun rahmat. Komponentlarga keladigan bo'lsak, intellektual, psixologik, jismoniy va faoliyat komponentlaridan foydalanganmiz ustoz. İkinci savolingizda mustaqil davlatlar hamdo'stligi olimlaridan Ruba, Iknazi, Ashmari kabi shu kabi olimlarning ishlarini taqqoslab o'zimizning ishimizni olib borganmiz. Ulardan qiladigan farqi va yuqorida aytib o'tdim, 9-10 yoshli qizlarda olib borilganligi bilan farqlanadi. Ulardagi boshqacharoq. Ularda umumiy yosh kattaroq o'quvchilarda faoliyat olib borgan. Удовлетворены? Хорошо. Ваше савол yo'qmi? Так, вот вы хотели давно. Kуда bo'lsin? Yetib qolmadimi agar bilan bitta savol beraylik bo'lmasa, haqiqatdan 3 ta hududdan olinganligi juda yaxshi. Yana Surxondaryo, Navoiy va Buxoro. Mening savolim shundayki,
avvalambor uchala hudud ham bir-biridan o'sha yaxshi va bir-biridan farqli tomonlari ko'pda. Suv masalasida, qishloq joylashuv masalasida, mani savolim shundaki, suv masalalarida o'sha shahar maktablarida bo'ldimi yoki qishloq maktablarida bo'ldimi? Bularning orasida qanday farq bo'ldi? Keyin uchta viloyatdagi o'sha olingan natijalar orasida farq qanday bo'ldi? Endi qanday muammolarga duch kelasiz? Ayrim holatlarda bu yerda katta muammolarga duch kelganligingiz rost, chunki hamma maktablarda ham o'sha suv havzalari bor deb bo'lmaydi. Ana shunday holatlarda qanday muammolarga siz duch keldingiz va qanday takliflar berdingiz yuqori tashkilotlarga? Rahmat, oldindan. Bergan savolingiz uchun rahmat. Juda dolzarb savol. Chunki deganda suzish sporti anchalar ba'zi bir joylarda ham o'xshab turadi. Lekin biz asosan shahar maktablarida bolalar sport maktablarida tashkillashtirdik. Sababi o'sha yerda shart-sharoitlar bor. Ayniqsa Navoiy viloyatida sharoit anchalar darajada yuqori ekan. Chunki deganda O'zbekiston Chorrasiyasiga qo'shib olingan paytlardan birinchilardan bo'lib suzish havzasi o'sha viloyatda ochilgan. Shuning hisobiga u yerda ancha muncha ilgarilab ketgan. Hozir ham shu kecha kunduzda Navoiy viloyati suzish sporti bo'yicha har qanday sport turlari, har qanday musobaqalarda ildamlab oldinga ilgarilab ketgan. Buxoroda ozmoz bundan nimaroq, qiyinroq. Sababi u yerdagilar asosan yakka kurash, karate, dzyudo kabi sport turlariga qiziqish bilan, lekin ota-onalar bilan maslahatlashib sog'lomlashtirish darajasi qanchalar yuqori bo'lganligini tushuntirib yetkazganimizda bolalarni jalb qila oldik. Surxondaryo viloyatida ham xuddi shunday, Termiz shahrida 3ta sport suzish havzasi bo'lib, o'sha yerda tajriba sinov ishlari olib borildi. Muammoga keladigan bo'lsak, ustoz, muammo qishki paytda suzish sport turiga juda yuqori. Sababi 1000 tonnalik suvni gaz bilan isitish ozroq qiyin. Shuning hisobiga suvning gradusi past bo'lishi hisobiga qish paytida bolalarni suv sportiga, ya'ni suzishga jalb qilish ozroq qiyinroq. Bu narsalar to'g'risida taklif tavsiyalar ishlab chiqilib, kerakli joylarga berilgan. Rahmat. Rahmat. Yana savol bormi? Yetarlimi? Rahmat. So'ng ikki rahbar, rahbarlar doktori Komil Burxonovich. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli Milliy kengash a'zolari, hurmatli ishtirokchilar. Demak, bugungi tadqiqotchimizning mavzusidan kelib chiqqan holda 9-10 yoshli o'quvchilarni suv sportiga jalb qilish va bu bo'yicha tadqiqotni olib borish bo'yicha ko'plab qiyinchiliklar yuzaga kelgan. Ammo shu qiyinchiliklarga qaramasdan biz tadqiqotchimiz bilan birgalikda imkon darajasida suv havzalaridan foydalandik va birinchi bu ishning qiyinchilik jihati ham ikkita ixtisoslikka yo'naltirilganligida bo'ldi. Asosan bu ish o'sha 13.01 yo'nalishida ko'proq tayyorlanganligi sababli hamda birinchi ustozi rahmatli o'sha Faridjon Hajrayevning olamdan o'tib qolganligi hamda jismoniy tarbiya sport universitetiga yo'naltirilgan ish jarayoni yoki ishning mazmuni 04 ga ham daxldorligi bo'lganligi sababli 04 jihatlarini ham ko'tardi va biz guruhlarni tanlab olishda yuqorida ozgincha hayajonlanib tadqiqotchimiz ayrim savollarga javob berishda to'xtalishlarga yuz tutdi. Albatta biz tadqiqot va nazorat guruhlarini olganimizda ko'proq e'tiborni biz tajriba guruhidagi ishtirokchilarimizning nazorat guruhdagi ishtirokchilarga nisbatan ularning jismoniy va funksional holatlarining pastroq ko'rsatishga ega bo'lgan o'quvchilarni jalb qilganmiz. Va tadqiqotimiz davomida va boshqa
bizgacha bo'lgan olib borilgan ishlarning metodikalaridan foydalangan holda nima qilganimizda tadqiqotdagi ilmiy yondashganimizda ma'lum bir vaqtdan keyin buning darajasi ortganligini ko'ramiz. Shu nuqtai nazardan tarkibdan qo'llab-quvvatlashni xohlardim hamda tadqiqotchimiz o'zi nimaga ilmiy salohiyatga ega bo'lgan va hozir nimagadir sal hayajonlanyapti. Shu nuqtai nazardan ozgincha savollarga javob berishda kamchiliklar ko'rilyapti. E'tiborga uchun rahmat. Rahmat. So'z Ilmuy Xotibga. Pul tayyorlari qurilishining Ko'ksalar sifatida dissertatsiyasini ko'rib chiqish uchun yetakchi tashkilot sifatida O'zbekiston Davlat pedagogik universiteti belgilangan O'zbekiston Davlat pedagogik universiteti tomonidan ijobiy xulosa, ijobiy bayonnoma va takliflar taqdim etilgan, ish himoyaga tavsiya etilgan va taklifchilar tomonidan ishni ilmiy tomondan va amaliy tomondan boyitish uchun tavsiya xarakterdagi taklif fikr mulohazalar bildirilgan. Birinchi taklifchi O'zbekiston Davlat pedagogik universiteti Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasi mudiri, dotsent, pedagogik fanlar nomzodi Sariboyev tomonidan berilgan. Ular takliflari birinchisi avtoreferat va dissertatsiya matnida uchraydigan texnik va imloviy ko'rinishdagi holatlarni ko'rib chiqish tavsiya etilishini aytgan. Ikkinchisi dissertatsiya ishining ayrim jadvallari ma'lumotlarini ko'rib chiqishda ilmiy so'zlardan foydalanilsa ishning amaliy ahamiyati yana ham ortgan bo'ladi deb ta'kidlangan. Ikkinchi taklifchi O'zbekiston Davlat pedagogik universiteti pedagogik psixologik kafedrasi professori, pedagogik fanlar nomzodi Isayeva tomonidan taqdim etilgan. Ish ijobiy baholanib, 3 ta taklif bildirilgan. Birinchisi dissertatsiya mazmunidan kelib chiqqan holda 9-10 yoshli o'quvchilarning jismonan chiniqishda foydalaniladigan suzish va suv sport o'yinlari uchun o'yinlar chuqur tahlil etilgan holda muallif tarifi berilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi deyilgan. Ikkinchisi dissertatsiya ishida jismoniy tarbiya va sportga oid so'nggi qabul qilingan huquqiy me'yoriy hujjatlardan foydalanilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi deyilgan. Uchinchisi dissertatsiya matnida imloviy va stilik jihatdan so'zlarni ko'rib chiqilib, ularni sinonimlarga almashtirish taklifi berilgan. Dissertatsiya avtoreferatiga esa respublikamizning nufuzli oliy ta'lim muassasalari va yetakchi tashkilotlar tomonidan avtoreferatga turli xil takliflar kelib tushgan. Birinchi taklif Toshkent davlat transport universitetida jismoniy sport kafedrasi dotsenti pedagoglar doktor Marokov, demak Chirchiq davlat pedagogik universiteti maktab ichki ta'lim fakulteti pedagogik fanlari bo'yicha falsafa doktor dotsenti Ahmad Aliyev. Uchinchi taklif Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari milliy tadqiqot universiteti muhandislik, grafika va dizayn nazariyasi kafedrasi mudiri, doktor dotsent Qasimov, Xalqaro Nordic universiteti professori, pedagogik fanlar doktori Panjiyev, Xalqaro teoriya metodika fizkultura военной подготовки deyapti. Demak, Qozog'iston davlat universiteti Muxtaviz nomidagi demak oliy ta'lim muassasasidan pedagogik fanlar nomzodi dotsent Ahan Kalambayevich Damiyev tomonidan ham ijobiy taklif kelib tushgan. Shuningdek, Qozog'iston Respublikasidan demak pedagogik fanlar nomzodi professor, pedagogik fanlar doktori professor Karimova tomonidan ham demak ijobiy taklif kelib tushgan va barcha takliflarda ish ijobiy baholangan va himoyaga tavsiya etilgan. Rahmat. Hurmatli talabgor, ko'rsatgan kamchilikka e'tiborga javob bering. Sariboyev ko'rsatgan takliflar kamchiliklarga birinchi va ikkinchi kamchilikka ham avtoreferat va dissertatsiya matnida uchraydigan texnik va imloviy xatoliklar hamda jadvallardan jihozlashda texnik kamchiliklar asosiy himoyagacha bartaraf etildi. İkinci taklifchimizda ko'rsatgan kamchiligi bo'yicha, ya'ni dissertatsiya mazmunidan kelib chiqqan holda 9-10 yoshli o'quvchilarning jismoniy chiniqishdan foydalanadigan suzish va suv sporti o'yinlarida chuqur tahlil etilgan holda mualliflik tarifi berilgan maqsadga muvofiq bo'ladi degan savoliga dissertatsiyaning 9-10 yoshli o'quvchilarida
jismonan chiniqishidan foydalanishda suzish nazariyasi va metodikasi darsligi hamda водный виды sporta nomli o'quv qo'llanmalar nashr etilganligi sababli mualliflik huquqi shart emas deb hisoblaymiz. Ikkinchisiga, dissertatsiya ishimizda jismoniy tarbiya va sportga oid hamda dissertatsiya mazmuniga oid so'nggi qabul qilingan huquqiy me'yoriy hujjatlardan foydalangan. Uchinchi, berilgan kamchiligiga dissertatsiya matniga ko'rsatilgan imloviy statistik jihatlar hammasi himoyagacha bartaraf etilmoqda. Rahmat. So'z birinchi rasmiy opponent Fedorov fanlar doktori, professor Ularqulov Oljumayevich. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari. Sizlar bilan didor ko'rishib turganimdan benihoyat xursandman. Bugungi tadqiqotchimiz Servis davlat universitetining mustaqil tadqiqotchisi Mengriqulov Xayrulla Aliqulovichning ta'lim jarayonida 9-10 yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish metodikasi, ya'ni suzish o'quv mashg'ulotlari misolida 13.00.04 jismoniy tarbiya sport mashg'ulotlari, sog'lomlashtirish va adaptatsiya jismoniy tarbiya nazariyasi metodikasi hamda 13.00 pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori PhD darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya avtoritetatiga o'zimning quyidagi taklifimni bayon qilishga ruxsat berishlarini so'rayman. Bugungi kunda insonlarning jismonan barkamolligi masalasi qadim davrlarda muhim hodisa hisoblangan bo'lsa, shaxsiy jismoniy tayyorgarlik masalasi bugungi kunda davlat miqyosidagi dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Ayni zamonda shaxsiy ko'nikmalarni sifatlarini rivojlantira oladigan, o'z ustida ishlaydigan, sog'lom, yetuk, har jihatdan mukammal shakllangan shaxslarga ehtiyoj kundan kun ortib bormoqda. Yangi O'zbekistonda ijtimoiy hayotning barcha sohalarida sodir bo'layotgan chuqur o'zgarishlar, islohotlar bolalar yoshlik salomatligi holatini sezilarli darajada o'sganligidan dalolat beradi. So'nggi vaqtlarda olib borilgan tadqiqot ishlarida yosh avlodning atigi 10% jismoniy sog'lom uchun berilgan me'yorlarga javob bera oladi. Afsuski, bilan aytmoqchimanki, bugungi kunda qariyb 40% yosh avlodimiz tug'ilgandan xastalik bilan ba'zi bir kamchiliklar davolanishga ehtiyoj paydo bo'lgan holatda ko'zga tashlanadi. Hozirgi taraqqiyot asrida harakatli o'yinlar, mehnatga murojaat juda kamayib, deyarli yo'q bo'lib borayotganligi tufayli yurak qon tomir kasalliklari, tayanch harakatlar tizimiga doir kasalliklar bilan og'rib qolganlar ko'payib bormoqda. 9 yoshli o'quvchilarda suzish, bu sport o'yinlari vositasi jismoniy tayyorgarlikni shakllantirish, darsdan tashqari jismoniy tarbiya samaradorligini oshirish uchun kelayotgan yosh avlod sog'lom bo'lishi qolaversa, jismoniy tarbiyaga ongli yondashuvni ta'minlash dolzarb masalalardan biridir. Insoniyat doimiy jismoniy tarbiya bilan shug'ullanib kelayotgan, bugungi kunda qadriyatlarimizga mos bo'lgan ahamiyatli jihatlari juda ko'p. Shu jumladan tadqiqotchi Mengriqulov Xayrulla Aliqulovichning ta'lim jarayonida 9-10 yoshli o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish metodikasi suzish o'quv mashg'ulotlari misolida aynan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Dissertatsiyaning kirish qismida mavzuning dolzarbligiga asoslangan, muammoning o'rganilganlik darajasi bayon etilgan, tadqiqotning maqsad vazifalari, shuningdek obyekt predmetlari aniqlangan, tadqiqot ishining fan va texnologiyalarni rivojlantirishning muhim yo'nalishlariga mosligi ko'rsatilgan hamda tadqiqotning ilmiy yangiligi, natijalarining ishonchligi, nazariy amaliy ahamiyati, natijalarning amaliyotga joriy etilishi, e'lon qilingan ishning tuzilishi borasida ma'lumotlar yetarlicha keltirilgan. Shuni alohida aytish lozimki, tadqiqot ilmiy ishidagi maqsad vazifalar dissertatsiya mavzusining aynan mos keladi. Olib borilgan tadqiqot ishi kirish 4 bob, 9 paragrafdan iborat xulosa va tavsiyalar berilgan. Foydalangan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iboratdir. Dissertatsiya
9 yoshli o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish nazariy asoslari deb nomlangan birinchi bobida tarbiya nazariyasi amaliyotda 9-10 yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirishning pedagogik asoslari orqali maktabda olib borilayotgan jismoniy tarbiya mashg'ulotlari ko'zlangan maqsad jismonan barkamol bo'lib shaxsni ulg'ayishi uchun tayyorgarlik ko'rish jarayonlari batafsil yozilgan. Ushbu maqsadga ado etish uchun maktab o'quvchilarining individual jismoniy faoliyatini o'rganish, tahlil qilish asos qilib olingan. Shuningdek, O'zbekiston va xorijiy olimlarning bu borada olib borgan ishlari yetarlicha o'rganilgan. Jismoniy tarbiya insonlarning hayotga moslashishiga yordam beruvchi muhim faoliyat turidir. Umuman madaniyatning bir qismi sifatida tan oladigan jismoniy madaniyat nafaqat insonni katta hayotga tayyorlaydi, rivojlantiradi, o'zlashtirish tabiatga boshqaruvning uzoq davrli katta ahamiyatga ega bir tajribasini inom etadigan jismoniy layoqatlikdir. Jismoniy madaniyat taraqqiy etish jarayonlarida kishining huquqiga doir prinsiplar ham o'sib borishini unutmasligimiz lozim. Jismoniy madaniyat rejasida odamlarning ijtimoiy siyosiy harakatlari natijasida sezilarli ko'zga tashlanadigan holat. Madaniyatning yuzgusi, unda odamning odamga bo'lgan munosabati, jamiyat a'zolarining xulq-atvori millatning strategik juda yaqqol ko'zga tashlanadi. Yuqoridagi talablardan kelib chiqib, turli yoshdagi sportchilarning suzishdagi tezlik imkoniyatlarini oshirish vositalarini ta'minlash tezkor tayyorgarlik samaradorligini oshiradi. Ularga bilimlar, ehtiyojlar, motivlar borligi, sog'liqni optimal darajasi, ta'lim muassasalaridagi 9-10 yoshdagi o'quvchilarni suzishga o'rgatishdagi o'quv jarayonining ta'limiy xususiyatlari, imkoniyatlari, o'quvchilarni suzishga o'rgatishda o'quv jarayonining tarbiyaviy salohiyati yoritib berilgan. Dissertatsiyaning pedagogik tajriba sinovi tashkil qilish va o'tkazish usullari deb nomlangan 2-bobida tadqiqotchi muammoga doir adabiyotlarni qiyosiy tanqidiy o'rganilganligiga ta'liq qilingan geometrik kuchlanish dinamografiyasi, elektromiografiyasi, xronometraj, spektrografiya kuzatishlari, sotsiometrik metodlar, suhbat, anketa so'rov metodlari, intervyu, test, modellashtirish, pedagogik eksperiment natijalarining matematik tahlillari ilmiy tadqiqot metodidan foydalanib tahlil etilgan. Bu borada tadqiqotchi tomonidan berilgan ma'lumotlar 4-bobda bo'lsa maqsadga muvofiq bo'lganday deb hisoblayman. Dissertatsiyaning suzish sporti bilan shug'ullanuvchi 9-10 yoshli qizlarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish metodikasi deb nomlangan 3-bobida suzish bilan shug'ullanuvchi 9-10 yoshli o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini tahlil qilish, tasniflash, jismoniy tarbiya yo'nalishidagi ta'lim muassasalarining o'quv jarayonidagi muammolari tadqiqotchi tomonidan batafsil o'rganilgan. Tadqiqotchi ushbu jarayonni tashkil etish metodikasi, amaliy masalalarni o'ylab, bu borada jismoniy harakatlar o'spirin yigit-qizlarga jismoniy tayyorgarlik holatida ishlangan, yuzaga keltiradigan turli xil fikrlar, yondashuvlarga alohida e'tibor berilib, ularni 9-10 yoshli bolalarga nisbatan alohida o'rni bor ekanligini asoslab berishga harakat qilgan. O'quvchilarda darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarda bolalarning jismoniy tarbiyaga oid pozitsiyasi tahlil etilganligi, 9-10 yoshli o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish bo'yicha taklif va tavsiyalari suzish sporti bilan shug'ullanuvchi 9-10 yoshli qizlarning suzish texnikasini o'rganish, takomillashtirish metodikasi haqida alohida ilmiy fikrlarni yoritib bergan. Dissertatsiyani suzish bilan shug'ullanuvchi 9-10 yoshli qizlarning umumiy maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan dastur samaradorligini eksperimental asos deb nomlangan 4-bobida suzish usullarini o'rgatish metodikasi takomillashtirishda maxsus mashqlardan foydalanish, pedagogik asoslash, 9-10 yoshli suzish sporti bilan shug'ullanuvchi qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik natijalari shakllanish dinamikasi, pedagogik tahlil, pedagogik tajriba va nazorat guruhlarida, tajriba guruhlarida ko'rsatkichlarning qiyosiy strategik tahlillari qayd etilgan.
Pedagogik tajriba sinovi biz tomonidan ishlab chiqilgan Termiz shahridagi bolalar sport maktabining suzish havzasida bolalarni suzish o'rgatish maqsadida kichik yoshlarning jismoniy tayyorgarligi shakllantirishga qaratilgan eksperimental dasturlariga muvofiq ekanligi asoslab berilgan. Pedagogik tajriba sinovi davomida tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan dasturning samaradorlik aniqlash maqsadida tajriba guruhlari bo'yicha, nazorat guruhlarida esa bolalar va o'smirlar sport maktabi uchun mo'ljallangan an'anaviy suzish mashg'ulotlari dasturidan kelib chiqib, ish amaliy jihatdan tashkil etilgan. Va bu o'z navbatida tadqiqot samaradorligini pedagogik nuqtai nazaridan ishonchligini tasdiqlaydi. Ushbu hisob-kitob natijalariga ko'ra, olib borilgan tadqiqot ishlari samaradorligi 0 dan yuqori ekanligi statistik metodlar yordamida asoslangan va samarali ekanligi ko'rsatib berilgan. Dissertatsiyaning xulosa qismida tadqiqotchi davomida olingan asosiy natijalar yuzasidan umumiy xulosalar va tavsiyalar keltirilgan. Xulosa sifatida shuni qayd etish lozimki, dissertatsiyaning oldindan belgilangan asoslangan maqsadlarga erishilgan hamda belgilangan vazifa to'liq amalga oshirilgan. Dissertatsiya tuzilishida ilmiy tadqiqot ishi xulosalari to'g'ri aks ettirilgan, tadqiqot natijalarining amaliyoti joriy qilinishi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiya vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiya talablariga to'liq javob beradi. Tadqiqot ishida ko'rsatilgan ijobiy holatlar bilan bir qatorda ayrim kamchiliklar ham ko'zga tashlanadi. Birinchidan, dissertatsiyaning 2-bobida barcha paragraflar 4 qatordan 45 qatorgacha so'zilgan so'zlardan iborat bo'lib, bu bob 8 ta paragraf deb belgilangan. Bularning barchasi 4-bobga qo'shilganda maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu bobning asosiy mazmuni ham so'rovlar, tajriba sinov, statistik tahlillar haqida so'z yuritiladi. Ikkinchidan, dissertatsiya 4 bob emas, 3 bob bo'lganda maqsadga muvofiq bo'lardi. Uchinchidan, 3-bobning 3 paragrafda 77-betda dissertatsiyada quyidagicha nomlanadi. Jismoniy tarbiya yo'nalishidagi ta'lim muassasalarida o'quv jarayonining 9 yoshli o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar deb nomlangan. Taklif tavsiyalar dissertatsiya oxirida beriladi. Buni alohida paragraf qilish shart emas. 4-dan, dissertatsiyada 2-1 rasm suzish sporti bilan shug'ullanganlarda tajriba guruhlarida 9-10 yoshli qizlarning jismoniy funksional rivojlanish ko'rsatkichlari o'rtacha aritmetik qiymatining nisbiy farqlari foizlarda berilgan. Ammo bu nazorat guruhlari haqida hech qanday fikr bildirilmaydi. Agar ikkalasini taqqoslaganda yana ham yaxshiroq bo'lardi. Va nihoyat 5-chi, asl va dissertatsiya matnida uchraydigan texnik va juz'iy ortografik xatoliklar ko'zga tashlanadi. Ko'rsatilgan mulohaza ishining ilmiy qiymatini pasaytirmaydi. Dissertatsiya ishining nihoyasiga yetkazilgan yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi deb hisoblash mumkin. Dissertatsiya tomonidan olingan natijalar pedagogika nazariyasi pedagogik ta'limotlar tarixi, yangi nazariya va yondashuvlar boyitishga xizmat qiladi. Dissertatsiya va tarbiya O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga muvofiq rasmiylashtirilgan, ish mustaqil bajarilgan va tugallangan, dissertatsiya bo'yicha haftaliklar tayyorlangan hamda dissertatsiyaning asosiy mazmunini o'zida to'liq aks ettiriladi. Xulosa qilib aytganda, Mingluqulov Xayrulla Aliqulovning ta'lim jarayonida 9-10 yoshli o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish metodikasi, suzish o'quv mashg'ulotlari misolida mavzudagi dissertatsiya ishi mustaqil bajarilgan bo'lib, ishda jismoniy tayyorgarlikni shakllantirishga doir ilmiy natijalar, taklif va tavsiyalar o'z ifodasini topgan. Dissertatsiya Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'liq javob beradi va tadqiqotchi Mingluqulov Xayrulla Aliqulovich 13.0004 jismoniy tarbiya sport mashg'ulotlari sog'lomlashtirish va adaptatsiya jismoniy tarbiya nazariyasi metodikasi hamda 13.0001 pedagogika nazariyasi pedagogik ta'limotlar ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori PhD darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy apparat O'zbekiston Milliy universitetining pedagogik ta'lim kafedrasi professori, pedagogika fanlari doktori Xudoyqulov Hojimayevich. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat, professor.
Hurmatli tarafdor ko'rsatgan kamchiliklar va e'tirozga javob bering. Birinchi ko'rsatilgan e'tirozga nisbatan dissertatsiyaning ikkinchi bobida texnik xatoliklar bo'lganligi sababli o'zgarishlar kiritilib to'g'rilandi ustoz. İkincisi, dissertatsiya ikki shifrli, ya'ni 13.00.01 hamda 13.00.04 bo'lganligi sababli 4 nuqtani bor. Bundan tashqari, biz ilmiy rahbar bilan uchinchi ko'rsatilgan e'tiroz bo'yicha biz ilmiy rahbar bilan kelishgan holda bu narsani ko'rsatilgan kamchilik bo'yicha o'zgartirmaslikka qaror qildik. To'rtinchisi, dissertatsiya nazorat guruhlari haqidagi o'rtacha arifmetik qiymatlar nisbiy farqi foizlarda 4-2-3 jadvalda berilgan. Beshinchisi, avtoreferat va dissertatsiya matnida uchraydigan ba'zi bir texnik va juziy ortografik xatoliklar himoyaga qadar bartaraf etildi. Bo'ldimi? Rahmat. So'z ikkinchi rasmiy opponent pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori Yakubov Fazliddin Muhitdinovich. Assalomu alaykum. Ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari. Ruxsatlaringiz bilan Termiz davlat universiteti tadqiqotchisi Menglaqulov Xayrulla Aliqulovichning ta'lim jarayonida 9-10 yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish metodikasi, suzish o'quv mashg'ulotlari misolida mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasiga rasmiy opponent tafrizini o'qib eshittirsam, Menglaqulov Xayrulla Aliqulovichning dissertatsiya ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy Asosiy komissiyasi talablari doirasida ko'rib chiqqan holatda quyidagi fikrlarni bildirib o'tish mumkin. Birinchidan, dissertatsiya mavzusi dolzarb muammolardan biri hisoblangan ta'lim jarayonida 9-10 yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish metodikasiga bag'ishlangan. Ikkinchidan, dissertatsiyaning maqsadi, vazifalari, tadqiqot obyekti, predmeti, tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyati, dissertatsiya natijalarining joriy qilinishi, aprobatsiyasi, demak, Oliy Asosiy komissiyasi tomonidan qo'yilgan talablar doirasida shakllantirilgan. Dissertatsiya ishi yoshlarda umuminsoniy, milliy va tarixiy qadriyatlar uyg'unligi asosida ma'naviy axloqiy tarbiyalash muammolari mavzusidagi amaliy loyiha doirasida bajarilgan. Dissertatsiyani kirish qismida mavzuning dolzarbligiga asoslangan, mavzu bo'yicha demak ilmiy adabiyotlar sharhi, muammoning o'rganilgan darajasi bayon etilgan, ishning fan texnologiyalarini rivojlantirishning muhim yo'nalishlariga mosligi ko'rsatib o'tilgan, tadqiqotning ilmiy yangiligi, natijalarning ishonchliligi, nazariy va amaliy ahamiyatlari ko'rsatib berilgan. Dissertatsiyaning birinchi bobi 9-10 yoshdagi o'quvchilarni jismoniy tayyorgarligini shakllantirishning pedagogik jihatlarini nazariy asoslash deb nomlanadi va unda 9-10 yoshdagi o'quvchilarni jismoniy tayyorgarligini shakllantirishning pedagogik asoslari, ularda motorika rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari, 9-10 yoshli o'quvchilarda suzishni o'rgatishning ta'limiy, tarbiyaviy jihatlari yoritib berilgan. Shuningdek, ushbu bobda sohaga oid bo'lgan ilmiy uslubiy adabiyotlar, ya'ni mutaxassis olimlarning ilmiy uslubiy adabiyotlariga murojaat qilingan va ular tahlil qilingan. Dissertatsiyani ikkinchi bobi tadqiqotning uslublari tashkil qilish deb nomlanadi va unda tadqiqotni tashkil qilish jarayonlari va undagi foydalanilgan uslubiyat yoritib berilgan. Shuningdek, tadqiqot 3 bosqichda amalga oshirilganligi, ya'ni birinchi bosqich bu tajriba bosqichi 20-yilda, ikkinchi bosqich shakllantiruvchi bosqich 2021-yilda, uchinchi bosqich yakunlovchi, ya'ni tajriba bosqichi 2022-yilda deb ko'rsatilgan. Dissertatsiyani 9-10 yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish metodikasini takomillashtirish deb nomlangan 3-bobida suzish bilan shug'ullanadigan 9-10 yoshli o'quvchilardagi jismoniy tayyorgarlik jarayonlari tahlil qilinib, 4 ta komponentdan iborat jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish strukturasi ishlab chiqilgan. Shuningdek, suzish mashqlarida 9-10 yoshli o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini baholash tamoyillari, tayyorgarlik mezonlari, tayyorgarlik darajasiga ajratib ko'rsatib berilgan. Ushbu bobda dissertant 9-10 yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish jarayonining tadqiqot modelini taklif etgan. Bu model yordamida 9-10 yoshdagi o'quvchilar uchun boshlang'ich suzish bo'yicha namunaviy o'quv dasturi ishlab chiqarish pedagogik usullarda qo'llanilgan. Suzishni boshlang'ich o'rgatish usullarini shartli ravishda og'zaki, ko'rgazmali va amaliy
shaklga ajratib tadqiqot uchun vazifalarni belgilab olgan. Demak, bunda sinovchilar nazorat va tajriba guruhlariga ajratilgan holatda o'g'il bolalar va qiz bolalardan olingan. Dissertatsiyani 4-bobi 9-10 yoshli o'quvchi suzish sporti bilan shug'ullanadigan qizlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqarilgan metodikaning samaradorligini tajribada asoslash deb nomlanadi. Bunda nazorat va tajriba guruhida o'tkazilgan pedagogik tajriba davomida ko'rsatilgan natijalar tahlili bayon etilgan. Tajriba sinov ishlarida metodikaning to'g'ri belgilab olinganligi, demak, natijalarni ishonchli bo'lishini ta'minlagan. Demak, yuqoridagi erishilgan yutuqlar bilan birgalikda bir qancha mulohazali holatlarni qayd etish mumkin. Birinchisi, birinchi bobning 4ta paragrafiga yakuniy xulosa berilmasdan turib, bob uchun xulosa chiqarilgan. Buni mantiqiy uzluksizligini ta'minlash uchun har bir paragrafga ham xulosalar berish kerak deb hisoblaymiz. Ikkinchisi, dissertatsiya ishining birinchi bobi 4-paragrafi 3 sahifani tashkil etgan. Buni tadqiqot vazifalaridan kelib chiqqan holatda paragrafi hajmini biroz ko'paytirganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Uchinchi mulohazali holat, demak, dissertatsiya ishining 3-bobi 56-sahifasida berilgan suzish mashqlarida 9-10 yoshli o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini, bilish tayyorgarligining baholash tamoyillari deb nomlangan jadvalga izoh batafsilroq berilganda paragraf mazmuni yanada ochilgan bo'lar edi. 4-chi, dissertatsiya ishining 3-bobi 3.2.1 jismoniy tayyorgarlikni shakllantirishning umumiy xarakteristikasi nomli jadvalda keltirilgan raqamlar nimada ifodalanganligi ko'rsatilmagan. U ball yoki foiz bo'lishi mumkin, lekin uni ifodalab ketilmagan. Buni to'g'rilash lozim deb hisoblaymiz. 5-chisi, dissertatsiyaning 4-bobida pedagogik tajriba boshida va yakunida tajriba va nazorat guruhlaridagi 9-10 yoshli suzish bilan shug'ullanuvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarligining test sinov ko'rsatkichlari tarkibiga suzish mashqlari kiritilmagan hamda suzish mashqlariga ixtisoslashtirilmagan bu mashqlar. Buni agar suzish mashqlariga ixtisoslashtirilganda yana ham metodikaning takomillashgan varianti hosil bo'lgan bo'lar edi. 6-chisi, dissertatsiyaning foydalangan adabiyotlar ro'yxatidagi adabiyotlar umumiy berilgan, ya'ni u vaqt nizomi, Oliy Attestatsiya komissiyasi nizomiga asosan normativ huquqiy hujjatlar, birinchisi, demak, ikkinchisi monografiya, ilmiy maqola, patent, ilmiy to'plamlar va uchinchisi foydalanilgan boshqa adabiyotlarga ajratilmagan. Buni texnik kamchilik sifatida aytib o'tish mumkin. Endi yuqoridagi mulohazali holatlar ilmiy ishning umumiy salohiyatiga ta'sir ko'rsatmaydi. Xulosa sifatida Termiz davlat universiteti tadqiqotchi Xayrulla Aliqulovichning ta'lim jarayonida 9-10 yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini shakllantirish metodikasi suzish o'quv mashg'ulotlari misolida mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD dissertatsiyasini mustaqil bajargan va tugallangan tadqiqot sifatida baholayman. Dissertatsiya ishi 13.04 jismoniy tarbiya sport mashg'ulotlari sog'lomlashtirish va adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi metodikasi hamda 13.01 pedagogika nazariyasi pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosliklariga mos keladi. Tadqiqotchi Mengluqulov Xayrulla Aliqulovich pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD darajasini olishga loyiq. Rasmiy opponent O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universiteti ta'lim jarayonini tashkil etuvchi boshqarish bo'limi boshlig'i pedagogika fanlari bo'yicha PhD dotsent Fazliddin Yakubov. Rahmat. Hurmatli talabgor, ko'rsatgan kamchiliklar va e'tirozga javob bering. Rahmat, ustoz. Birinchi bobda ko'rsatilgan 4 paragraf yakuni bo'yicha ko'rsatilgan kamchiliklar himoyaga qadar bartaraf etildi, ustoz. Dissertatsiyada ikkinchi ko'rsatilgan kamchilik dissertatsiya ishi Oliy Attestatsiya komissiyasining talablaridan chiqib ketmaslik hisobiga shunday qilingan. Uchinchisi, bu taklifni ilmiy rahbar bilan maslahatlashgan holda yanagi ilmiy ishlarimizda qo'llashga qaror qildik. 4-si, bu raqamlar suzishni o'rgatishga qaratilgan bilim va ko'nikmalar suzish sport turiga qiziqishlarini o'z ifodasini topgan. Keyingisi, 9-10 yoshli suzish bilan shug'ullanuvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarligining test sinovlarida
yuqori ko'rsatkichlar parkining suzish mashqlari asosida yuqorida aytib o'tilgan quruqlikdagi bajariladigan mashqlar orqali ixtisoslashtirilgan. Hamda oxirgisi ko'rsatilgan normativ huquqiy hujjatlar bo'yicha dissertatsiya himoyasiga qadar ilmiy rahbar bilan birgalikda bu texnik kamchiliklar bartaraf etildi. Да. До 5 минут, что хотел бы сказать по данной диссертации, положительное, отрицательное, пожелание. Пожалуйста, голос, кем добавить? Зум добавила? Алла профессор. Videosidan boshlaydi. Assalomu alaykum. Hurmatli Kengash a'zolari, sizlarni ko'rib turganimizga xursandman. Ancha yillar ko'rishmaganimizga. Kelsak, menga qo'lib qayrilgan olib ko'rishni bugungi taqdimot etgan mavzusi juda dolzarb va ko'rishga olib borgan tadqiqot ishlari keng miqyosda qilingan ekan. Uchta katta solishtirib ish olib borilgan. Bu albatta ilmiy natijalarni mazmunini ko'taradi albatta. Lekin meni o'zimni shaxsiy fikrim suzishga o'rgatish imkoniyati bor hududlarda shundan ham yaxshida. Surxondaryoni oladigan bo'lsak, o'zinglarni vataninglarni suzishga o'rgatish imkoniyati juda past. Shunday bo'lgandan keyin demak, ana o'sha hududda suzishga o'rgatish muammolarini chuqurroq o'rganib, kengroq shu masalada kengroq xulosa chiqarib turib bir tavsiya berilganda o'ylaymanki bu ishning samarasi bundan ham yuqori bo'lar edi. Qolaversa, o'sha imkoniyat bo'lmagan taqdirda ham suzishda, keyin figurali uchishda, yana bir xil sport turlarida imkoniyat yo'q joylarda o'zi aslida suzish quruqlikda o'rgatiladi. Suzish elementlarini texnikasi quruqlikda o'rgatiladi. Sinxron figurali uchishda ham quruqlikda kamchiliksiz o'shanda koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirib o'rgatib, undan keyin tankida uchishga ketaveradi. Lekin mana bu hammasi sakrab aylanish mashqlari bilan bog'liq bo'lgani uchun o'sha trenajyorlarda o'rgatiladi. Suzishda ham trenajyorlari bor, qilingan. Bizga suzish kafedramizda PhD yoqlagan olimlar bor. Shular bilan bir maslahatlashib, bir yondashganingizda bundan yaxshi bo'lardi. Hali ham kech emas, sababi qilingan ishni ertaga samara berishi uchun siz shu sohada ishlab pedagog sifatida ish olib boradi, faoliyat olib boradigan bo'lsangiz, demak, mana shu boshlagan ishingizni samarasini ko'tarish uchun ham mana o'sha Surxondaryoni shu siz tanlagan yoshdagi o'g'il bola, qiz bolalarni suzishga o'rgatish maqsadida shulardan olib ketib turib, o'sha yerda mana shu ishlarni tashkil ettirib davom ettirsangiz, bu ertaga o'qsangiz darajasida ham tadqiqot olib borsa bo'ladi. Buni albatta bunga xohish bo'lishi kerak va tajribangiz bor. Dissertatsiya qilyapsiz. Demak, bu narsalarni tashkil qilsangiz faqat foydadan xoli bo'lmaydi va savobi ham shunda bo'ladi. Sababi bir yilda respublikamizda statistikani aniq ayta olmayman, 300 dan ortiq bola o'qib ketadi. Bu degani, demak, siz bilan biz qilayotgan ishimiz suzishni o'rgatish masalasida juda yomon. Bitta bo'lsa ham yomon. Inson umri, inson hayoti. Shuning uchun
Bu masalada juda ehtiyot bo'lish kerak. Bizni institut, fizkultura instituti qurib, daryoda cho'kib ketgan bolani orqasidan prokuror kelib o'zi suvish tartibidan bo'lgan. Sendan suvishda o'qigan ekan, o'qitgansa o'qitgan, ko'rib aytib beribdi-da o'zi mudir paytida. Endi deydi, shunaqa olib ketdim deydi, sen aybdorsan debdi, baho qo'ysan, bu bitirgan bola, diplomi bor. Shu o'rgatganmiz, o'rgatgan, sen aybdorsan debdi. Keyin ko'tarib berimizdan qaraganda 3 baho bo'ldi. 3 baho degani bu suvishni biladi, lekin ekstremal holatda sho'rib ketishi mumkin degani. A'lo darajada biladi degani emas. Shunaqa qilib zo'r o'qigan. Bu tomonlar ham borda suzishda. Endi bu birovda bir insonni farzandini cho'kib ketishi juda katta tragediya bo'lishi. Fojia bu. O'shaning uchun ham bu ishni davom ettirish kerak. Yanada bir konkretlashtirib o'sha o'zinglarni hududlarda aynan men jismoniy tarbiya sohasini aytyapman. Endi pedagogika sohasini hozir mana juda keng yoritib tushuntirdilar bizga. O'shaning uchun men tomoniga tegayotganim yo'q. Mana bu tomonidan agar kengaytirib shu qilayotgan ishlarni davom ettirib darsiga yozibsiz, o'quv qo'llanma yozibsiz, demak ana shu asosda shuni qanaqa qilib Surxondaryoda bolalarimizni sportga o'rgatish, cho'kib ketmaydigan darajada o'rgansa, o'zi sportga qiziqib ketadi. Shu taklifim shundan iborat. Endi ishga kelsak, hurmatli opponentlar fikriga qo'shilaman. Yakunlangan ish ilmiy ish hisoblanadi. Vaqt talabiga javob beradi va tadqiqotchini o'zi berayotgan yangi darajasiga loyiq deb hisoblaydi. Rahmat. Rahmat. Yana kimlar bor? Pожалуйста. Assalomu alaykum. Yana bir bor kengash raisi, kengash a'zolari. Ish haqiqatda dolzarb degan hech kim inkor etolmaydi. Haqiqatda suzish sport turi hozir nafaqat o'sha Surxondaryo yoki boshqa viloyatlarda, butun respublikamizdagi eng katta muammolarimizdan bittasi. Nafaqat bu yerda respublikamizda degan emas, balki hozirgi ayniqsa eng yuqori sport turlari musobaqalardan biri bo'lgan Olimpiya o'yinlarida, jahon chempionatlarida oqsayotgan sport turlarimizdan biri hisoblanadi. Bironta litsenziya olishni o'zi muammo. Faqat bu yerda hozir nima deydi? Olimpiya o'yinlari tomonidan taqdim etiladigan litsenziyalarda ishtirok etadi. O'zlarini mehnat bilan ololmayapti shu kungacha. Ishchi haqiqatda dolzarbligi, bu yerda 3 ta viloyatda eksperiment o'tkazishi o'zi haqiqatda juda katta nima deydi? Iroda talab qiladi. Juda ham katta sabr berish kerak, sabrli bo'lish kerak. Bu ishchi lineykani borib oddiy qilib o'lchashi o'zi 500 ta odamdan o'lchashi o'ziga kerak bo'lsa oylab, yillab vaqt ketib qolishi mumkin. Umuman olganda ish yaxshi, yomon emas. Men faqat aytmoqchimanki, ilmiy rahbari tushuntirib beryaptilar. Ishchi ichiga kirib, bu dissertatsiyadagi o'sha asl nima deydi? Yog'i deymizmi, sar yog'i deymizmi? Ana shu narsani avtoritetni ko'rsatib berish kerak-da. Mana hozir beryapsiz avtoritetni, men bekorga savol berganim yo'q. 3-jadvalda tadqiqot o'sish dinamikasi to'g'risida na boshi bor, na oxiri bor. Keyin 9 yosh bilan 10 yoshlikni bir-biriga taqqoslash bu menimcha to'g'ri kelmaydi deb hisoblayman. Chunki fiziologik nuqtai nazardan ham, yosh nuqtai nazardan ham katta yoshdagi bolalar kichkina yoshdagilardan ayniqsa shu boshlang'ich yoshda juda ham bir-biridan farq qiladi. Umuman olganda ish haqiqatda dolzarbligi bilan birgalikda qilingan ishlarni ardoqlagan holatda ishni o'sha ilmiy rahbariyat aytib berdi, qanday, nima qaysi kriteriya asosida o'sha tajriba nazorat guruhlariga ajratib olganligi. Demak, bu ishni haqiqatda dolzarbligini baholaymiz. Umuman olganda o'zim ham qo'llab-quvvatlayman. Kengash a'zolaridan ham qo'llab-quvvatlashlarni qo'yaman. Hammaga Yana kim? Yetarli. Yetarli. Mana shu Zoravor Qodirov
qilib deb bo'ladi. Menejment va kelajak texnologiyalari universiteti, pedagogiya, psixologiya kafedra mudiri, pedagogiya fanlari doktori. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari, hurmatli ustozlar, dissertatsiya ishi muhokamasi qatnashchilari. Bugungi dissertatsiya o'ziga xos dolzarblikka ega. Yuqorida mana Shuhratli Inoyatovich shu mavzuni boshladilar, surish haqida. Bir narsa esimga tushdi, hurmatli ustozlar, shu bilan misol keltirsam, 2010-yilda Rashid aka Matkarimov bilan rabochiy guruh tarkibida Xorazmga borib, haligi suvga sakrash sportini nimasini ochganmiz, bo'lsa ham 2010-yilda. Faqat muammo shunda ediki, o'rtoqlar, guruhlar olingan, qiziquvchilar olingan, bo'lsa ham trenerlar ishlayapti, hammasi shogirdlaringiz. Faqat muammo shunda edi. Ana shu vishkadan sakrash basseyn kerak bo'lsa, o'shanda 100 necha millionlik nimalar o'rnatilgan, tagida filtrlar. Ana shuni ichiga suv topib bera olmadi tuman. Mana Rashid aka o'zlari biz rabochiy guruhda bo'lganmiz. 2010-yilda ochilgan. Suv sporti shunaqa bizga kerak ekanki, uni dissertant bir oz tushuntirishga mana ehtimol qiynaldilar. Mana uni mavzusi bilan bog'liq masalalar ko'tarilyapti. Qarang dissertatsiyada. 9-10 yoshlik qizlarni shu sportga jalb etish. Qizlarni sportga jalb etish bu doktorlik dissertatsiyasi emasmi? Bu qancha qarorlar qabul qilindi, qancha bo'sayimlar tashkil etildi. Guruhlar alohida ishladi. Necha yillar qizlarni sportga jalb etish bo'yicha masalasi bu davlat ahamiyatiga ega bo'lgan masala bo'lib qoldi oxirgi yillarda. Hozir ham yuqori turuvchi tashkilotlar tomonidan uni nazorati olib borilyapti. Keyingi masalamiz, mana kengash a'zolari yaxshi savol berishdi, dissertantimizga biroz qiynaldilar. Masalan, Soyib Salimjonovich, mana Javlon Mavlonboyevich, keyin Muhabbat Fayziyevna savollarga javob berishda bitta masala ko'rilyapti. Nega shifr 01 va 04 masalasi? Qarang, mavzuni qarang. Ta'lim jarayonida o'quvchilar masalasi. Bu 01 emasmi? Вот доктор педагогических наук, профессор Эдем Азизович Саидхалилов был покойный. Вот он часто занимался, у него встречались такие темы, он исследовал именно шифры совмещения, еще когда институт функционировал там. Mana shu masalalarni o'sha davrda, demak qarang, Fikrat Azizovich bu shu kengash uchun, shu institut uchun an'anaviy bo'lib qolgan ekan. Mana shu ikki shifrda ishlarni tayyorlash. Bu mavzuni agar yuqorida ustozlar aytishdi, mana Javlon bo'yicha shunga nima bildirdilar. Agar buni olib bu yerda keltirilgan amaliy tavsiyalarni, takliflarni olib ishlaydigan bo'lsa, bu dissertatsiyadan yana dissertatsiya, yana monografiyalar, institut bundan shu soha xodimlari uchun o'quv qo'llanma va boshqa darsliklar, manbalar yaratish mumkin. Dissertant o'ziga keladigan bo'lsak, yuqorida mana kotibimiz ta'kidladilar. Он участник боевых действий. Есть, видимо, какие-то показатели, достижения у него личного характера. Надеюсь, столько лет служил, он готовил молодежь. Buning ustiga men endi bilaman, faoliyati bilan qisqacha tanishman, suzish bo'yicha o'zlari trener edi. Mana oldimiz o'zlarini oldida suzish bo'yicha kadrlarni tayyorlash masalasida uzoq muammolari bor. Hurmatli ustozlar, hurmatli kengash a'zolari, bugungi dissertatsiya haqiqatan ham dolzarb. Uni agar davom ettiradigan bo'lsak, bu haqida so'zlaydigan bo'lsak, fikrlarimiz tugamaydi. Barcha haligi aytilgan yaxshi ijobiy fikrlarni, takliflarni inobatga olgan holda kengash a'zolaridan, hurmatli ustozlarimizdan ushbu dissertatsiyani qo'llab-quvvatlashlarini so'rab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Да, обязательно. Вот он развивал эту сферу. Да. Радик Галимович, Kirchik davlat pedagogik universiteti. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar. Hurmatli rais, so'z berganingiz uchun avvalambor minnatdorchiligimni bildiraman. Men kutmagan edim hozir. Mehmon sifatida ishtirok etyapman. Ayrulla Memnunqulov
bugungi dissertatsiya ishi ikkita ixtisosli kesishuv bo'yicha olib borilyapti. Bu murakkab jarayon deb bilaman. Men ham hozir shu jarayon ichida yuribman. Nima demoqchiman, gapimni qisqa qilmoqchiman. Ustozlar, biz tadqiqotchilar bu yo'lda, bu ilm yo'lida sizlarsiz biz hech kim emasmiz. Bu ishni biz o'zimiz topib ketishimiz amri mahol. Shuning uchun borlaringizga shu umrlaringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Sizlarning ko'rsatmalaringiz, sizlarning yo'l yo'riqlaringiz bilan biz mana shu yergacha yetib kelishga muvaffaq bo'lyapmiz. Qadrli aka, sizga omad tilayman. Keyingi pedagogik ishlaringizda, dissertatsiya ishlaringizda, tadqiqot ishlaringizda omad tilayman. Rahmat. Так, я думаю, достаточно, да? Еще есть. Еще кто-то? Пожалуйста. Assalomu alaykum, hurmatli o'rganlik kengash raisi, o'rganlik kengash a'zolari. Men Mahmud Yusuf Valiyev, shu Termiz davlat pedagogik fizika kafedrasi professori bo'lganman. Bugun muhokama qilinayotgan tadqiqot ishi haqiqatan o'ta dolzarb. Dolzarbligining eng asosiy ko'rsatkichi mana birinchi tadqiqotchi, birinchi rasmiy opponent bo'layotgan bolalarning 40% nosog'lom. Effektiv yaqinsin kamchilikdan bo'lyapti. Buni tuzatadigan narsa bu jismoniy tarbiya. Mana tadqiqot ishi shu sportning eng murakkab turi suzish. Buni tanlagan ekanlar, haqiqatan ham yuqorida aytilib o'tildi. Faqat O'zbekistonda bu soha juda rivojlanmagan edi, yoki bo'lmasanga xalqaro yoki jahon olimpiadalarida qatnashmaganliklarini hammasi bayon qilindi. Shuni bilan birgalikda tadqiqotchi imkon qadar harakat qilgan. Mana dissertatsiyani yoki operatsiyaga qarab chiqib, dissertatsiyani qo'yganim yo'q. Tadqiqotchi bitta darsda ko'p olimlar undan keyin 14 jam ishning ikkita respublika miqyosida orientatsiya komissiyasini e'tirof etgan jurnallarda 4tasi xorijiy jurnallarda chop etilgan edi. Yoki bo'lmasanga O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi o'zidagi intellektual mulk agentligining mualliflik guvohnomasi suzish nazariyasi va metodikasi bo'yicha yaratilgan darslikka nisbatan berilganligi bu ishning naqadar dolzarbligidan yoki bo'lmasanga yangiligidan dalolat beradi. Shu jihatni hisobga olgan holatda haqiqatan bir dunyo deyiladi. Mana shu mavzu bo'yicha ayrimlar masalan tadqiqotchi himoya qilgan bo'lsa, yana 100 ta kishi himoya qilsa, 100da ham baribir kamchilik chiqadi. Shuning uchun bir dunyo deyiladi. Dunyoni bol qoldirgan Albert Einstein degan fizik bor. Nemis fiziki, nazariy fizikaning otasi. Shu kishi o'zining nisbiylik, maxsus nisbiylik nazariyasini yaratish uchun 35 yillarni sarflagan. Shu kishi bir narsani ta'kidlaydi. Tan deydi, hech qachon tugallanmagan, bundan keyin ham tugallanmaydi. Muammo kelib chiqaveradi. Bu muammoni yechishga harakat qilaveradi. Shuning uchun qisqacha qilib aytganda, bugungi muhokama qilingan ish mana rasmiy opponentlar, undan keyin yetakchi tashkilotdan kelgan mulohazalar, tarafga kelgan tashqi, masalan, xorijiy davlatlardan O'zbekiston Respublikasidan kelganlarning hammasini hisobga olgan holda shu O'zbekiston Respublikasi Oliy komissiyasining shu PG pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor PG ilmiy darajasiga qo'yilgan talablarga javob beradi. Bu qo'llab-quvvatlansa, O'zbekistonda bitta ilmiy xodim tayyorlanishiga sizlar yaqindan yordam bergan bo'lasizlar. Sizlar ishlaringizga muvaffaqiyat, katta rahmat. Rahmat sizga. Так, это счетные комиссии должны избирать. Есть предложение Мардонов, 01, Гадабаев, 04, Аллабурадов. Кто за это, пожалуйста? 5 минут перерыв. Счетная комиссия приступает. Да.
Будем с вами Петрович, Мордонов у нас председатель, да? Вот за это, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, вам слово. Так, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, o'zlari singlagan 3 kishi bizni rais sayladi. Shu protokolni mana birinchisi bizga qo'l qo'ygan tasdiqlab berishlaringizni so'rayman, iltimos qilib. Hop, endi ikkinchi bayonnomamiz Tadqiqotchi Meliqulov Xayrulla akaning bugungi himoyasida qatnashgan 11 kishidan 11 kishi ovoz berdi. Shundan tutishada 11 ta byulleten chiqdi. Shundan hisob kitob qilganimizda tarafdorlar 9 ta, qarshilar 2 ta. Bu ikkinchi protokolimiz, buni ham tasdiqlab berishlaringizni so'raymiz. Кто за это? Хорошо. Захмат Айрулла Аликулович, поздравляю вас. Если есть заключительное слово, пожалуйста. Hurmatli ustozlar, avvalambor sizlarga tashakkur bildiraman. Hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Borlaringizga shukur, sizlar borki biz shu darajaga yetib keldik. Qolaversa, men bilan birinchi ishlagan tizimiy ish bo'yicha hozir oramizda yo'q marhum Pedagogika fanlari nomzodi professor Fahriddin Xo'jayev ham Alloh o'z joylarini jannatda qilgan bo'lsin. Ustozlar, biz qanchalar darajada sizlarga rahmat aytsak, buning hammasi kamlik qiladi. Borlaringizga shukur. Boshimiz yerga tekkuncha sizlarga ta'zim qilamiz. Rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Rahmat. Да. Давайте сейчас.